Bu suvlar yig'ilib, menimcha suv yo'l topib, mana shu qo'shnini podval qismiga o'tayotgan bo'lgan. Bu hovlimizdagi oddiy kolodets. Mana mana shu suv yig'ilib, oshxona suvlari yig'ilib, tashqariga ko'chaga chiqib ketish kerak o'zi aslida. Hozir 3 ta sabab bilan bo'ladi. Birinchisi, suv babi o'z yo'lini topadi doim. Ikkinchisi, qo'shnimizni podval qismi yaxshi gidroizolyatsiya bo'lmaganidan. Uchinchisi, o'sha paytda, ya'ni rahmatli dodamgalar paytda qilingan, atrof beton bilan qilib, prosta tozalab turish uchun shunaqa yo'l qilingan, как reviziya sifatida. Mana shunaqa noto'g'ri qilib ketilgan. Po'lat o't bilan hech qanaqa yo'l qila olmadik. Majburmiz gofra bilan ishlab ketishga. Endi bu gofra uzoq muddatga turmaydi. Sababi bu tez tiqilish ehtimoli bor. Sababi buni ichini ko'rasizlar, gofra mana shunaqa ahvolda bo'ladi. Endi buni tavsiya qilinmaydi. Endi hozir mana shunaqa ekstremal holatda masjidga shuni ulab olamiz. 100 talik gofrani shu holatda mana ustanovka qilib oldik. Ko'rdinglar, mana bittagina xato, shu paytdagi xato shuncha meni vaqtimni oldi. Shundoq to'g'ri kelgani ham yo'q bu. Mana buni kelsa hozir. Keyin buni ustanovka qildim. Okalar shuning uchun aytishadi-yu, santexnika va elektrikani hech qachon pul ayash kerak emas. Yoki bo'lmasam hisob-kitobsiz bunaqa ishlarni qilish kerak emas. Mana shu bitta dona xato shu narsaga olib keldi. Biz o'zimizni do'konchi bo'lsak ham, lekin santexnika sohasini yaxshi tushunmasak, mutaxassis bo'la olmaymiz. Ishimizda mutaxassis bo'lishimiz uchun mana shunaqa holatlarga tushib turishimiz kerak.